Kechasi tez-tez uyg'onasizmi? Prostata bezi sizni bezovta qilyaptimi? Prostamix 14 ta tabiiy giyohdan tayyorlangan kapsulalar prostatit, jinsiy zaiflik va adenomaga qarshi kuchli vosita. Bir hafta ichida siz natijani his qilasiz. Minglab erkaklar Prostamixni tanladi. Sizchi? Bugunning o'zida buyurtma bering va 50% chegirmani faollashtiring. Kafolati bor. Natija bo'lmasa pulingiz qaytariladi. 55 kodi bilan 503 2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassislar bilan bog'laning va buyurtma bering. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa-olam. Ukrainaning Strana agentligining xabar berishicha 19-iyulga o'tar kechasi Kiyev osmonida raketa zarbalari ortidan tutun ko'tarilgan. Biroz o'tib esa shahar yana kuchli hujumga uchragan. Stranaga ko'ra Rossiya bu safar Ukraina poytaxtiga taxminan 20 daqiqa ichida 30 ga yaqin raketa uchirgan. Reuters agentligining o'z manbalariga tayanib bildirishicha, mahalliy Telegram kanallar aholini Rossiyaning zarbalaridan keyin derazalarni ochmaslikka chaqirgan. Ukraina yana bir agentligi hafta ko'zgusini ma'lumot berishicha, Kiyevda bir qator portlashlar sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, shaharga 19-iyul kuni tongda raketa hujumining yana bir to'lqini amalga oshirilgan. Shuningdek, mahalliy hokimiyat ma'lumotiga ko'ra, Kiyev nazorati ostidagi Zaporojye shahridagi omborxonalarga berilgan zarbadan so'ng kuchli yong'in yuzaga kelgan. Bundan avval Rossiya Mudofaa vazirligi Rossiya qurolli kuchlari Ukraina qurolli kuchlari manfaatlarida foydalanilayotgan omborlar va logistika markazlariga zarbalar berayotganini ta'kidlagan edi. Report agentligining xabariga ko'ra esa Rossiya qo'shinlarining Kiyevga ballistik raketalar bilan bergan zarbalari vaqtida Ukrainadagi Ozarbayjon elchixonasi yaqinida joylashgan hududlar ham raketalar ostida qolgan. Report agentligiga ko'ra vayronagarchilik va yong'in elchixonaning ma'muriy binosidan taxminan 200-250 metr masofada sodir bo'lgan. Hozircha elchixona binosiga shikast yetgan-yetmagani haqida aniq ma'lumot yo'q. Kiyev shahar harbiy ma'muriyatining o'zini Telegram kanalida ma'lum qilishicha, zarbalar oqibatida 1 nafar kishi halok bo'lgan, 5 nafar kishi esa jarohat olgan. Reportni Kiyev bosh shtabidagi o'z manbasiga tayanib ochiqlashicha, Rossiya 19-iyulga o'tar kechasi Ukraina poytaxtiga Strana agentligi xabar qilganiday 20 daqiqa ichida 30 ta emas, balki 40 ta raketa bilan zarba berdi va bu safar Rossiya faqat ballistik emas, qanotli va gipertovushli raketalardan ham foydalandi. Endi 19-iyulga o'tar kechasi Ukrainaning Rossiya hududiga yo'llagan zarbalari haqida to'liq axborot beramiz, e'tiborli bo'ling. RIA agentligiga Tambov viloyati gubernatori Yevgeniy Pervishevni ma'lum qilishicha, Tambov viloyatida dron hujumi oqibatida Wildberries logistika markazida 7 nafar kishi halok bo'ldi. Gubernator Yevgeniy Pervishevga ko'ra, 19-iyulga o'tar kechasi Ukraina tomoni Katovsk shahriga dronlar orqali hujum qildi. Dushman dronlarni Wildberries logistika markaziga tegishi natijasida tungi smenada ishlayotgan 7 nafar xodim halok bo'ldi. Ombor hududidagi ochiq yong'in bartaraf etilgan. Ayni paytda yong'inni to'liq o'chirish ishlari davom etmoqda. Hodisa joyiga tez yordam mashinalari, yong'in qutqaruv bo'linmalari, favqulodda vaziyatlar vazirligi kuchlari hamda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari zudlik bilan yetib kelgan. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 22 nafar jabrlanganlar shifoxonaga yetkazilgan. Ularning 5 nafari og'ir ahvolda, yana 3 nafariga ambulator yordam ko'rsatilgan. Wildberries matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, hujum kompaniyaning Elektrostal shahridagi obyektiga ham amalga oshirilgan. Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyovning ma'lum qilishicha, Elektrostalda 24 nafar kishi jarohat olgan. Ularning bir qismi hali ham og'ir ahvolda. Gubernator Andrey Vorobyovning qo'shimcha qilishicha, dronlarning Moskva viloyatiga hujumi oqibatida jabrlanganlar soni 61 nafarga yetgan. Aniqlashtirilgan ma'lumotlarga ko'ra, dronlar hujumi natijasida 61 nafar kishi jabrlandi. Vorobyovning so'zlariga ko'ra, jabrlanganlarning aksariyatiga parcha jarohatlari, mina portlashidan kelib chiqqan jarohatlar, bosh miya jarohatlari, shuningdek sinishlar, kuyishlar va yong'indan zaharlanish tashxisi qo'yilgan. Gubernatorning aniqlik kiritishicha, jabrlanganlarning 57 nafari Elektrostal shahrida, yana 4 nafari Noginsk shahrida jarohat olgan.
Endi Saudiya Arabistonida paydo bo'lishi kutilgan yadro quroli haqidagi shov-shuvlar axborotiga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. CNN agentligining xabar berishicha, Saudiya Arabistonida yadroviy qurol paydo bo'lish ehtimoli bor. Agentlikning ma'lum qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari dastlabki tarzda qirollikka yadroviy qurol yaratilishini oldini olishga qaratilgan xalqaro kafolatlar joriy etilmasdan turib, uranni boyitishga ruxsat berishga rozilik bildirgan. Bitim Donald Trump tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Loyiha rasman Ar-Riyodni tinch maqsadlardagi fuqarolik yadroviy dasturini qo'llab-quvvatlash sifatida taqdim etilmoqda. CNN'ning ta'kidlashicha, bordi-yu Trump mazkur bitimga imzo cheksa, u holda Saudiya Arabistoni yadro qurolini eng qisqa muddatda ishlab chiqqan davlatga aylanadi. Sababi arablar Eronni tiyib turish uchun ommaviy qirg'in qurolini yaratishga rekord darajada pul sarflashga tayyor. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.